Siz Novostroyga so'radingiz, biz topib keldik. Akaxon shu narxga ko'nmaganda salaboncha etib satresini qilib berdim. 66 kvadrat, 590 dollardan. 3-etaj g'ishlik. Ana uyimiz. Maza qilib yashaydigan joyi, keng koridorlar, lifti ham bor. Lekin o'zi 3-etaj, liftdan foydalanmay qo'yaverasiz. Lokatsiyani aytmaysiz mazaligini. Betonkadan 100 metr kirasiz. Yana ozgina yursiz mehnat post. Katta bor bunaqa narxga. Kattadan qilib turgan paytda ham bunaqa narx yo'q. Umumiy 38940 dollar bo'lyapti. Kelib foydalaning. Katta o'g'lingizni chiqarib olmoqchi bo'layotib turgan bo'lsangiz ham, yosh oila bo'lib turib, tinchroq joy topamiz siz ham, atrof hamma joy Novostroyga. Qo'shnilar ham yangi bo'ladi. Qo'shni joy normalmi, tinchmi, qanaqasiz deb maza qilib yashaydigan joy. Foydalaninglar. Ko'cha sovuq, lekin Sharabarada issiq narxlar. Xizmat bo'lsa, mana shu yerlardamiz.